Sahabiler izledin, çakmıgan izzet nuri, bütken sıkkın idin, hak İslam'ın tübuli. Baş ekmez kafirga, şiddet bilen atseli, Hemze Halid Musab'dek, şir yürek oğlanları. Selim Mevla Ebu Huzeyfe. Rasulullah bir qitim sahabalarga ta'lim berib, Qur'on Karimni 4 odamdan o'rganinglar. Selim Mevla Ebu Huzeyfe, Abdullah ibn Mas'ud, Ubay ibn Ka'b va Muaz ibn Jabal degan edi. Biz keyingi 3 sahoba to'g'riliq ilgari to'xtalgan edik. Ammo Rasulullah uning Qur'on o'rganishdagi yuksak qobiliyatiga yuqori baho bergan va uningga cho'nqur ishonch bog'lagan yana bir odam kim? U Salim Mevla Ebu Huzeyfe. Salim bir qul bo'lib, u islomni qabul qilganda ilgari Qurayshning kattalaridan bo'lgan bir musulmon uni beqib oldi. Beqilish odati cheklangan chog'da, ya'ni beqilingan odam beqvolgan dadisining bolasi deb qaraladigan ko'z qarash cheklangan chog'da, Salim uni beqvolgan Abu Huzeyfa ibn Utbaning qarindishi, hamrohi va Mavla, ya'ni homiyligidagi odam bo'ldi. İslamning barakatidan Salim musulmonlar orasida o'zining so'z harakatlaridagi go'zal axloqi va Allohga, islom diniga bo'lgan cho'nqur muhabbati sababidan yuqori hurmatga sazovor bo'ldi. Salim va Abu Huzeyfa ikkilisi islomni dastlab qabul qilganlardan bo'lib, Abu Huzeyfa payg'ambar alayhissalom va uning sahobalariga azor kulfat keltirib, dushmanlik qilishda chekdan oshgan dadisi Utba ibn Rabiyaning ko'z oldida iymon etgan edi. Qur'ondagi beqivilish odatini amaldan qoldiradigan oyat nozil bo'lgan chog'da, boshqalar Zayd bilan Salimning ismini o'zgartirishni umid qildi. Zayd ibn Muhammad deb tanilgan Zayd o'z dadisining nomi bilan atilgan bo'ldi va shundan tortib Zayd ibn Harisa deb chaqirildi. Ammo Salim o'z dadisining ismini bilmaydi. Shunlashqa u ilgirgidekla Abu Huzeyfaning homiyligida bo'ldi va Salim Mavla Abu Huzeyfa, ya'ni Abu Huzeyfaning homiyligidagi Salim deb ataldi. Beqivilish odatini amaldan qoldirish orqali islom bir oila a'zolarining mas'uliyati va uyushishini ta'kidladi. Ammo islomiy ittifoqlikning va qarindoshlikning asosi bo'lgan iymoniy munosabatdan ulug'roq va kuchliroq bo'lgan ikkinchi bir munosabat mavjud emas edi. Dastlabki musulmonlar bu nuqtani nihoyatda obdan tushunadi. Ularning hech biriga Alloh va Allohning payg'ambaridan qolsa, iymoniy qarindoshlikdan suyimliroq narsa yo'q edi. Biz Madinadagi ansariylarning Makkadan hijrat qilib borgan muhojirlarni qanday qarshi olganligini va qabul qilganligini, o'zining uyi va mol dunyosidan muhojirlarni o'xshash behrmon qilganligini ko'rib o'tgan edik. Quraysh kattalaridan bo'lgan Abu Huzeyfa va uning arzimas oddiy quli Salim o'tirisidagi munosabatdan biz dal islomiy qarindoshlikning esil namunasini ko'ra olamiz. Ular hayotining eng oxirlarigacha bir tuqqandan yaqinroq holat yashadi. Vafot bo'lgandimi, birisining jasadi yana birisining yonida. Ruhi bir-biriga hamroh bo'lgan holatda birlikda Allohning dargohiga ketdi. Ana shu islomning birdan bir ulug'ligi edi. Oila kelib chiqishi va jamiyatdagi o'rni Allohning nazarida hech narsaga arzimaydi. Faqat Qur'on Karimda ko'rsatilgan iymon va taqvodorliklar eng muhim edi. Rasululloh o'zining hadislari orqali buni qayta-qayta ta'kidladi. Alloh Qur'on Karimda eng taqvodor bo'lguninglar Allohning nazarida eng hurmatli hisoblanasizlar dedi. Payg'ambar alayhissalom Arablarning arab bo'lmaganlardan taqvodorlikdan boshqa hech qanday ortiqchiligi yo'q dedi. U yana oqtanlik ayolning bolasining qoratanlik ayolning bolasidan taqvodorlikdan boshqa ortiqchiligi yo'q dedi. Yangi va haqqoniy bo'lgan islom jamiyatida Abu Huzeyfa bir qulni homiyligiga ilish orqali sharafga erishdi.
bu baravar bo'lmagan sinfiy ayrimchilik va xato ijtimoiy farqlarni tubdan yo'qotadigan yangi va to'g'ri yetaklangan islomiy jamiyatda Salim o'zining iymoni va qurbon berishga tayyor turgan ruhi bilan musulmonlarning oldingi safida turdi. U Makkadan Madinaga hijrat qilgan muhojirlarning imomi bo'lib, Payg'ambar alayhissalomning muborak qo'llari bilan yasalgan Quba masjidida ularni boshlab namoz o'qiydi. Uning Allohning kitobidan egilagan cho'nqur bilimi va yuksak qobiliyati bo'lg'achqa, Payg'ambar alayhissalom musulmonlarni uningdan Qur'on o'rganishga chaqirdi. Salim Allohning muhabbatiga, Payg'ambar alayhissalomning nazaridagi eng yuqori hurmatga sazovor bo'ldi. Payg'ambar alayhissalom uningga: "Mening ummatim ichida sana o'xshash kishilarni yaratgan Allohga hamd sano aytaman" degan edi. Hatto uning qarindoshlari uni Salim minas solihin, ya'ni solihlarning biri Salim deb chaqirishatdi. Salimning hikoyasi xuddi Bilal qatorliq o'nlagan qullar va peqirlarning hikoyasiga o'xshashli bo'lib, islom ularni qulluqdan va past o'rindan yuqori o'ringa ko'tarib, ularni haqqoniy va yetakchi bo'lgan bir jamiyatda imom, rahbar va harbiy qo'mondonlarga aylantirdi. Salimning mijoz xulqi butunlay islomiy go'zal axloqlardan tarkib topgan bo'lib, bularning birisi uning ochiq so'zlikligi edi. U biror xatolik yuz berib qolsa, dodillik bilan uni o'ttirib qo'yishni o'zining majburiyati deb hisoblaydi. Makka fath bo'lgandan keyin yuz bergan tuvandagi hammaga tunishliq bo'lgan voqea bizga buni tushuntirib berdi. Payg'ambar alayhissalom shahar atrofidagi yezi qishloq va qabilalarga o'zining ba'zi sahobalarini avatdi. Hamda ularning urush qilish uchun emas, balki kishilarni islom diniga chaqirish uchun avatliganligini qattiq ta'kidladi. Xolid ibn Valid avatliganlarning biri bo'lib, u bu jarayonda jahiliyat vaqtidagi bir koni hisobni qilish uchun hozir musulmon bo'lib iymon etgan bir odam bilan urushib qilib, uni o'ltiribdi. Da'vat qilish uchun avatliganlarning ichida Salim va boshqalarmi bor edi. Salim Xolidning qilgan ishini ko'ribla, uning qishig'i kelib, uning o'tkazgan xatoligini tilga olib, uni qattiq aybladi. Jahiliyat vaqtida va hozir islomda buyuk rahbar va harbiy qo'mondon bo'lgan Xolid biroza jimjit o'ltirib ketdi. Ondan u qattiq hayrat qilib, o'zini oqlamoqchi bo'ldi. Ammo Salim o'rnidan turib, Xolidning kechirgusiz gunoh o'tkazganligini ochiq aytdi. Salim Xolidga past bir qulning Makkalik kuchlik bir oqso'ngakka qilgan muomalasidek muomala qilmadi. Islom ularni barobar o'ringa erishtirgan edi. U Xolidni boshliq bo'lg'achqa xatoliklari tilga ilinmasmi bo'ladigan odam deb qarab qolmadi. Balki mas'uliyatni ustiga ilishda boshqalar bilan o'xshash deb muomala qildi. U buni Xolidga bo'lgan adovat, dushmanlik sababidan qilgan bo'lmasdan, balki islom o'rgatgan samimiy nasihat va o'z-o'zini tanqid qilish hissiyotining turtkisida qilgan edi. Bir-biriga bo'lgan bundoq samimiyatni Payg'ambar alayhissalom qayta-qayta ta'kidlab, din nasihatdir, din nasihatdir, din nasihatdir degan edi. Xolidning qilgan ishi Rasulullohga yetgan chog'da u cho'nqur hasratlanib, Parvardigoriga chin ko'ngildan yalvorib, uzun duo qildi. Ey Rabbim, Xolidning qilgan ishida men haqiqatan sening nazaringda pokman. Ondan u so'rdi: "Biraringlar uni ayblamdinglarmi?" Salim uni aybladi va qarashtirdi degan javobni anglagandan keyin ondan Payg'ambar alayhissalomning g'azabi besiqdi. Salim Payg'ambar alayhissalom va mu'minlarga yaqin holat yashadi. U ibodatga qilchimi suslik qilmaydi va hech bir g'azotdan qilib qolmagan edi. Bo'libmi, uning bilan Abu Huzayfaning o'tirsidagi kuchli qarindoshlik munosabat kunlarning o'tishi bilan borgan sari kuchayib bordi. Allohning buyuk payg'ambari vafot bo'lgandan keyin Abu Bakr xalifa bo'ldi. Uzun o'tmay Kazzob Musaylimaning islom diniga bo'lgan suiqasdiga duch keldi va Yamamida qattiq urush bo'ldi.
Arabistonning o'tir qismiga yurish qilgan qo'shin ichida Salim va uning qarinishi Abu Huzayfa mo bor edi. Urush dastlab boshlangan chaqda musulmonlar hammasi o'z oldiga yakka urush qilg'ashqa kuch bo'linib ketib, musulmonlar ig'ir talafot ko'chirdi. Ammo Xolid ibn Valid musulmonlarni yangi boshdan tashkillab, qo'shinni hayron qolarliq darajada moslashtirdi. Abu Huzayfa va Salim bir-birini quchoqlab turib, sunmas haqiqat bo'lgan islom yo'lida shahid bo'lishga, shu orqali oxiratdagi mangulik baxtga erishishga qasam berishdi. Abu Huzayfa musulmonlarni ogohlantirib, "Ey ahli Qur'on, o'zinglarning amali bilan Qur'on Karimni zinatlanglar" deb to'ldida Musaylimaning qo'shini ichiga quyunda kirib ketdi. Ondan Salim: "Agar musulmonlar men tarafdan hujumga uchirsa, men Qur'on yodlovchilarning eng tövini bo'lib qolmamdiman. Ey Salim, undaq bo'lishdan saqlan. Qur'onga loyiq odam bo'l" deb to'ldida urush qaynimiga bosib kirib ketdi. Muhojirlarning bayroqchisi Zayd ibn Xattob yiqildi. Salim darhol bayroqni ko'tarib urushni davomlashtirdi. Uning o'ng qo'li uzib tashlandi. Ondan u bayroqni so'l qo'li bilan ko'tarib, sharafli Qur'on Karimning tuvandagi oyatlarini unlik o'qishga boshladi. Nurg'un payg'ambarlar bilan ko'pligan xudogo'y o'limalar birlikda jang qildi. Ular Alloh yo'lida yetgan kulfatlardan ruhsizlanmadi, bo'shashmadi, bosh egmadi. Alloh o'zining yo'lida duch kelgan qiyinchiliklarga chidashlik berguchilarni do'st tutdi. Urush maydoniga nisbatan bu nima degan ta'sirlik oyat? O'zining hayotini islom uchun taqdim qilganlarga bu nima degan yaxshi beg'ishlama? Dushmanlarning bir hujumi Salimni alsirtib qo'ydi. Salim yiqildi. Urush oxiri Musaylimaning o'lishi bilan oxirlashdi. Bu chaqda Salimning hayotining eng oxirgi minutlari qolgan edi. Musulmonlar o'zining yordamlarini va shahidlarini izlayotganda Salimni tepishdi. Salim nihoyatda ojizlashib ketgan bo'lsa-mu, boshqalardan "Abu Huzayfa qani?" deb so'radi. Ular "U shahid bo'ldi" deb javob berishdi. "Undaq bo'lsa, meni uning qishida yotqizib qo'yinglar" dedi Salim. "U sening qishingda Salim. U mush yerda shahid bo'ldi." Salim so'z kulimsirdi. Ondan hech narsa demadi. Har ikkalan o'zining orzusini amalga oshirgan edi. Ular billa islom diniga kirdi, billa yashadi, billa shahid bo'ldi. Musulmonlarning buyuk ulgusi Salim Parvardigorning qishiga ketdi. Hazrati Umar ibn Xattob Salim shahid bo'lganda mundoq degan edi: "Agar Salim hayot bo'lgan bo'lsa, men uni o'rin bosarlikqa tayinlagan bo'lardim." Ketdi Ömer'e Osman, nahdi qo'lda tek turib, Anas ibn Nazir'de ümmetning polvonlari.